Hurmatli mani kuzatayotgan kuzatuvchilar, sizlarga bugun oxirgi mana shu vitech bo'yicha video qilib beraman. Vitechda emas, именно hamma kat yo'llarga duch keladigan narsamiz issiq suvga keladi. Bir sovib, bir isib ketadi degani bo'ladi. Masalan, hozir suvimiz 53 gradus. Ko'rsatib qo'yganmiz. Bu qachon paydo bo'ladi bunaqa holatda? Suv normasi birdan past bo'lgan joylarda suv mana shunaqa bo'ladi. U uchun nimadan nazorat qilish kerak? Mana suvimizni 53 qanaqa holatlarda bo'ladi? Reduktori bo'lmagan insonlarda primoy o'tgan holatda va uni sizlarga nastroyka qilishni o'rgataman. Mana hozir gazimiz 40 o'tyapti-da. Mana endi pasaydi. Biz buni yana pasaytirishimiz mumkin. Faqat reduktor orqali inobatga olasizlar. Reduktorda mana shunaqa qilib tersanglar, o'zingizlar ham kat yo'llarni nazorat qilsanglar bo'ladi. Mana hozir уже 51 gradusga tushdi. Suv bir xil beradi. Agar mashinaga qarab turib sizlar nastroyka qilsanglar, videomizni kuzatib borsanglar, hali uning nastroykasini ham sizlarga o'rgatamiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar va podpiska bo'lib, like bosishni esdan chiqmasin.